Tashahhuddagi ko'rsatkich barmoq ishoratining shakli. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tashahhudda o'ltirganda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilishning eng to'g'ri shaklini bayon qilib bergan bo'lsangiz, buningda tuvandagi shakllardan qaysisi eng afzal? Birinchi. Tashahhuddagi Allohdan boshqa haq iloh yo'qdir degan yerga kelganda bosh barmoqni chiqarib orqadan tushirib olish. Ikkinchi. Tashahhudda ishorat qilib durud duolarga kelganda tushirib olish. Uchinchi. Tashahhudda durud duolarda boshdan oxiri toki salom bergicha ishorat qilib turish. To'rtinchi. Chiqarish bilan tang midirlatish. Beshinchi. Yoki yuqoriqilardan boshqa ishorat qilmay qo'lni yutuning ustida qo'yibla o'ltirish. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namazda tashahhudda o'ltirganda barmoq bilan ishorat qilishning sunnat ekanligida, ishoratning ko'rsatkich barmoq bilan bo'lganligida 4 mazhab imomlari birdek ittifoq. Bu ishorat 2 rakatdan keyingi tashahhuddami, 4 rakatdan keyingi oxirgi tashahhuddami bo'ladi. Lekin hadislarda bir qancha xil ishorat qilish usuli rivoyat qilingan bo'lg'achqa, olimlar qaysi to'g'ri yoki qaysi afzal degan masalada ixtiloflashgan. Hanafi mazhab imomlaridan kelgan to'g'ri qarashda tashahhudda o'ltirganda alqanni yo'tining ustiga qo'yib, ko'rsatkich barmoqdan boshqa barmoqlarni yig'ib oladi. Imom Muhammad bundoq degan: chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'ttir barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qiladi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi. Bu qarash Imom Abu Hanifaningmi, Imom Abu Yusufningmi qarishidir. Yana Hanafi mazhabdagi keyingi ba'zi olimlar ishorat qilmaydi deb qaragan bo'lib, bu aqli va naqli dalillarga xilofdir. Yana ba'zi Hanafi mazhab olimlari la ilaha degan chaqda barmoqni ko'tarib, illalloh deganda tushirdi deb qaragan. Maliki mazhab qarshida o'ttir barmoqdan tortib chimchiloq barmoqqa qadar 3 barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoqni ko'taradi. Bosh barmoqni o'ttir barmoq tarafga yotqizadi. Ko'rsatkich barmoqni midirlatish yoki midirlatmaslikda ixtilof bor. Kuchli qarashda osti ustiga emas, o'ng so'l tarafga tashahhudni o'qib bo'lg'icha midirlatadi. Duo boshlaganda tushiradi. Shafi'i mazhabdagi mashhur qarashda hamma barmoqlarni tugib, ko'rsatkich barmog'i bilan ishorat qiladi. Bosh barmoqini ya ko'rsatkich barmoqining ostiga teraydi yoki o'ttir barmoqning yoniga tekkizib turadi. Yana bir qarashda o'ttir barmoqdan tortib chamchiloq barmoqqa qadar 3 barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoqni tugmay qo'ydi. Uchinchi qarashda chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'ttir barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qiladi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi. Bu 3 qarashning hammasida ko'rsatkich barmoqni la ilaha deganda ko'tarib, illalloh deganda tushirdi. Barmoqni midirlatish yoki midirlatmaslikda qarash o'xshash emas. Hanbali mazhabda chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'ttir barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qiladi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi. Ko'rsatkich barmoqni har qatam Allohni zikr qilganda ko'tarib ishorat qiladi. Uni o'yan-bo'yan yoki egizbas midirlatib yurmaydi. Yana Imom Ahmaddan boshqa qarashlarmi kelgan. Nima uchun bunchalar ko'z qarash o'xshashmasligi kelib chiqqan deganda, hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ish izlaridan isbotlangani ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilishdan iborat. Uningdan boshqa tafsilotlarda hadislar o'xshash emas. Ba'zi hadislarni sahih deb baholashdimi, olimlarning qarashi o'xshash emas. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bilan ikki shogirdi tutgan chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'ttir barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qiladi, ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi degan qarash hadisga uyg'un keladi. Ammo Hanafi mazhabidagi keyingi ba'zi olimlarning ishorat qilmaydi yoki la ilaha degan chaqda barmoqni ko'tarib, illalloh deganda tushirdi degan qarashimi hadisga mos kelmaydi. Maliki mazhab qarshidagi midirlatish haqida kelgan birli hadis bo'lib, bu hadisni ba'zi olimlar ojiz desa, yana ba'zilar sahih deb qaragan. Sahih degan qarashni olsa midirlasa bo'ladi. Ojiz degan qarash bo'yicha ish qilsa midirlatmaydi. Shafi'i mazhabning ko'rsatkich barmoqni la ilaha deganda ko'tarib, illalloh deganda tushirdi degan qarashig'imi sahih hadisdan dalil yo'q. Hanbali mazhabning ko'rsatkich barmog'ini har qatim Allohni zikr qilganda ko'tarib ishorat qiladi degan qarshiga sahih hadisdan dalil yo'q. Sahih hadislarda ko'rsatkich barmog'i bilan ishorat qilish kelgan. Masalan, Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi va sallam barmog'i bilan ishorat qilgan deb rivoyat qilgan. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'rsatkich barmog'i bilan ishorat qilib, bosh barmog'ini o'ttir barmog'iga qo'ygan deb rivoyat qilgan.
ibn umar roziyallohu anhuma rivoyatida bosh barmog'idan keyingi barmog'ini ko'tarib uning bilan ishorat qilgan deb kelgan. Yana bir rivoyatda 53 shaklda tugib ko'rsatkich barmog'i bilan ishorat qilgan deb kelgan. 53 shakli chimchiloq bilan uning yenidagi ikki barmoqni tugib ko'rsatkich barmoqni ko'tarib bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqning tagiga tekkizadi. Yana bir rivoyatda barmoqlarning hammini tugib bosh barmog'idan keyingi barmoq bilan ishorat qilgan deb kelgan. İmam Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin şagirdi İmam Muhammed İbni Hasan Şeybani rahmetullahi aleyh İmam Malik'ten El-Muvatta kitabını rivayet kılıp yuqorqi hadisini rivayet qilgandan keyin mundaq degan. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den qilganini tutamiz. Bu İmam Abu Hanife'nin qarşıdır. Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu qilgan rivoyatda ikki chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'ttir barmoq bilan bosh barmoqni halqa qilib, ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilgan. Mana mushu hadislarda kelgan bo'yicha ko'rsatkich barmoqini ko'tarib, bosh barmoqlarni yuqorqidek tutsa, boshqa barmoqlarni yig'ib tutish yoki halqa qilish yoki 53 shaklda tutishning qaysi birini qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashundaq har xil shaklda qilgan bo'lg'achqa sahih hadisga uyg'un, to'g'ri va afzal bo'laveradi. Yana Imom Navaviy deydi: ishorat qilgan barmoqidan boshqa yerga qaramaslik sunnat bo'lib, bu haqda Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadis bor. İmam Ahmadmi shundaq hadis rivoyat qilgan bo'lib, buni Shayx Albani hasan deb baholagan. Ammo ishoratni salom bergichi davomlashtiramdi yoki tashahhuddan keyin to'xtamdi, barmoq uchini qiblaga qaratamdi yoki sal o'ng yoki so'lga udullamdi, barmoqini tik tutamdi yoki sal egib tutamdi, midirlasa o'ng yoki so'lga midirlatamdi yoki asti ustigimi, tiz midirlatamdi yoki astimi. Bularning hammasi ehtimolliq, hammasi sukut qilingan ahvollar. Shunga shariat tafsili bayon qilmay sukut qilgan bundaq ishlarni bak tujublab ketmay ozoda qo'yib berish lozim. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah, Fatvolar majmuasi 1-tom, 56-numurliq fatvo.